Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun antibiotikni qalaymaqan ishlatmang degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mushu antibiotikniki qandaq rol o'ynaydiganligi, qandaq kasallarga ishlatsa bo'ladiganligi, uni qalaymaqan ishlatgan vaqtida qandaq yomon oqibatlar kelib chiqadiganligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlə leksiyanın təfsilatı bolsun. Antibiotik odam və hayvanların bədənində yuqumlanish paydo qilgan bakteriyalarga qarshi turadigan dori bo'lib, u bakteriyaga qarshi dorilar deb ataladi. Uning turlari har xil bo'lib, ular o'xshamagan bakteriyalar keltirib chiqargan yuqumlanishga qarshi turishda qo'llanildi. Antibiotik doriları odam yoki hayvonlar badanidagi bakteriyalarni o'ldirish yoki bakteriyalarning ko'payishini to'sish orqali yuqumlanishni kontrol qildi. Antibiotik doriları faqat va faqat bakteriyalar keltirib chiqargan yuqumlanishga qarshi unum beradigan bo'lib, ular virus keltirib chiqargan yuqumlanishga nisbatan hech qanday unum bermaydi. Ya'ni hech qanday foydasi yo'q. Masalan, zukam degandagidek har xil mushu viruslar keltirib chiqargan kasalga nisbatan antibiotik ishlatishning hech qanday zaruriyati yo'q. Aksincha, antibiotik ishlatgan vaqtida har xil yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Undaqda bu biz kundalik turmushimizda uchratib turadigan kasalliklar ichida qaysi kasalliklarni bakteriya keltirib chiqargan, qaysi kasalliklarni virus keltirib chiqargan degan vaqtida bakteriya keltirib chiqargan ko'p uchraydigan kasalliklar tovandikicha. Birinchi, o'pka yallig'i, o'pka tuberkulozi. Ikkinchisi, sudik yo'li yallig'i. Har xil sudik yo'li yallig'i, ya'ni dovus yallig'i, böğrektiki bakteriya keltirib chiqargan yalliq degandagidek. Uchinchisi, bakteriya mingi parda yallig'i. To'rtinchisi, siflis kasali, ya'ni jinsiy yuqumli kasalliklarning bir turi. Beshinchisi, so'znak. Bumu jinsiy yuqumli kasalliklarningki biri er ayolning hammasida ko'rildi. 6-si kizik kesili, 7-si o'tira quloq parda yallig'i, 8-si so'qiruvchay. Bular shu ko'p uchraydigan bakteriya keltirib chiqargan kasalliklar bo'lib, virus keltirib chiqargan kasalliklar ichida ko'p uchraydigani birinchisi zukam va yuqumli zukam. Ikkinchisi har xil jigar yallig'i. Üçüncüsü virus minga parda yallig'i. Ya'ni minga parda yallig'ini ham virus keltirib chiqarishi mumkin, ham bakteriya keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi AIDS kasali. Beshinchisi hozir tarqayotgan vaba, ya'ni COVID-19 kasali, SARS kasali. Oltinchisi qizil kasali. Yettinchisi chechak kasali. Sakkizinchisi Zika, Ebola degandagidek. Bularning hammasi virus keltirib chiqargan ko'p uchraydigan kasalliklar hisoblanadi. Antibiotik doriları men yuqorida deb o'tgandagidek, mushu yuqumlanishga unum bergandan boshqa odam badanida ba'zi aks ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Undaqda bu antibiotik dorilar keltirib chiqargan ko'p uchraydigan aks ta'sirlar nimalardan iborat degan vaqtida birinchisi o'xshamagan darajada allergiya paydo qilishi, ya'ni reaksiya paydo qilishi mumkin. Ikkinchisi hatto hayotga xavf yetkazadigan ig'ir darajada allergiya yoki reaksiya paydo qilishi mumkin. Uchinchisi ko'ngli aynish va ish surishni keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi badandagi foydali bakteriyalarni o'ldirib,
badandagi bakteriyalar orasidagi tangpungliqni buzib tashlashi mumkin. 5-si badanda aslida kasal paydo qilmaydigan foydali bakteriyalarni kasal paydo qiladigan bakteriyalarga aylantirib qo'yishi mumkin. Ya'ni bu antibiotiklar badandagi ba'zi foydali bakteriyalarni o'ltirib tashlagandan keyin bakteriya orasidagi tangpungliq buzilib, aslida kasal paydo qilmaydigan ba'zi bakteriyalar kasal paydo qilishi mumkin. Ya'ni kasal paydo qiladigan bakteriyalarga aylanishi mumkin. 6-si antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalarning paydo bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin. Bu butun dunyo miqyosida uzluksiz taraqqiy qilayotgan ig'ir bir masala bo'lib, ya'ni antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalarningki ko'plab paydo bo'lishi kelgusida insonlar yuqumlangan vaqtida hech qanday dora paydo qilmaydigan ahvolni keltirib chiqarishi mumkin. Bu hozir butun dunyo miqyosida ig'ir shakllanayotgan bir masala. 7-si jigar va börekning xizmat yukini ig'riltishi va ularda zaxmi paydo qilishi mumkin. Ya'ni biz iste'mol qilgan dorilarningki mutlaq ko'p qismi jigar yoki börekda parchalangani uchun biz qalayimqan dorilar ishlatgan vaqtimizda jigar va börekning xizmat yukini ig'riltishi va ularda zaxmi paydo qilishi mumkin. Antibiotik dorilarni faqat zarur bo'lganda ishlatish nima uchun shunday muhim? Antibiotik dorilarni faqat zarur bo'lganda, ya'ni bakteriya bilan yuqumlanganligi jazmlashgandan keyin andin ishlatish kerak. Chunki ularni qalayimqan ishlatgan vaqtida yolg'iz yetmoqchi bo'lgan maqsadga yetkilib bo'lmayla qolmasdan, balki ba'zi agashma kasalliklarni yoki yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Eng muhimi, antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalarning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Navbatda antibiotik dorilarni qalayimqan ishlatish sababidan antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalar turi uzluksiz ko'payib, dunyo miqyosida zo'r tahdidlar yaratish oldida turmoqda. Antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalar turi ko'paygan sari u keltirib chiqargan yuqumlanishni kontrol qilish qiyinlashadi. Natijada ko'plagan insonlar behuda o'lib ketishi mumkin. Ko'rayotganinglar, dunyoda antibiotik dorilarni eng ko'p ishlatadigan bir qism davlatlarning tizimligi va antibiotik dorilarni ishlatish ahvolining o'zgarishi bilan munosabatlik sonliq ma'lumot bo'lib, uningga asoslangan vaqtida Turkiya butun dunyoda antibiotik dorilarni eng ko'p ishlatadigan dori hisoblanadi. Undan qolsa Ispaniya, Fransiya, Irlandiya va Vyetnam qatorliq davlatlarmi antibiotik dorilarni dunyoda eng ko'p ishlatadigan davlatlar. Undan boshqa kirimi yuqori bo'lgan davlatlarda antibiotik dorilarni ishlatish o'tgan 15 yil ichida bir xil saviyada mangan bo'lsa, o'rta va tuvan kirimlik davlatlarda antibiotik dorilarni ishlatish tez suratda ish borgan. Bu xil ahvol kelgusida antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalarning ko'plab paydo bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, biz uning ziyinini qisqa vaqt ichida farq etmasligimiz mumkin. Ammo u ko'zga ko'rinmas baloyi qazo bo'lib, hammamizning jiddiy qarshiga arziydigan masala. Bu rasmda ko'rayotganinglar antibiotik dorilarni qalayimqan ishlatish sababidan kelib chiqqan antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalarning ko'payishi natijasida 2050-yilga borgan vaqtida o'xshamagan qit'alarda behuda o'lib ketish ehtimoli bo'lgan kishilarning sonliq ma'lumoti bo'lib, uning asoslangan vaqtida 2050-yili
Asiyoda taxminan 4-7 milliondan ortiq odam antibiotik dorilarni qalaymaqon ishlatish natijasida paydo bo'lgan antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalar bilan yuqumlanib, o'lib ketishi mumkin ekan. Afrikada bo'lsa 4-1 milliondan ortiq odam o'xshash sabab bilan o'lib ketishi mumkin ekan. Hatto Yevropa va Shimoliy Amerikadami 300 mingdan ortiq odam shu sababdan o'lib ketishi mumkin ekan. Albatta, bu oldin o'tirib qo'yilgan mo'lchar bo'lib, uning oldini olishning birdan-bir amali antibiotik dorilarni qalaymaqon ishlatmaslik. U mayli o'zimizning sog'lomlik uchun bo'lsin va yoki kelgusi baloyi ofatdan saqlanish uchun bo'lsin, o'xshashla muhim. Shunlashqa biz hammamiz shu antibiotik dorilar ishlatgan vaqtida alohida diqqat qilishimiz, ya'ni bakteriya bilan yuqumlanmagan kasallarga amal va antibiotik dorilarni ishlatmasligimiz kerak. Bu rasmda ko'rayotganinglar antibiotik dorilarni qalaymaqon ishlatish sababidan kelib chiqqan antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalar bilan yuqumlanish natijasida 2019-yili o'lib ketganlar bilan 2050-yilga borgan vaqtida o'lib ketish ehtimoli bo'lgan insonlarningki selishtirma xarakterlik sonliq ma'lumoti bo'lib, u sonliq ma'lumotlarga asoslangan vaqtida 2019-yili butun dunyoda antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalar bilan yuqumlanish sababidan behuda o'lib ketganlar soni 700 ming bo'lgan bo'lsa, 2050-yilga borgan vaqtida u sonning 10 millionga yetib bordiganligi, hozirgi rak kasali bilan o'lib ketganlarning o'rnini oladiganligi ko'rsatilgan. Ya'ni mundaqcha qilib aytgan vaqtida 2050-yilga borgan vaqtida mutlaq ko'p sonda kishilarning o'lib ketish sababi antibiotik doriları önüm bermaydigan antibiotikqa qarshi bakteriya bilan yuqumlanish bo'lib qoladi ekan. Yuqorqilardan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, navbatda antibiotikni qalaymaqon ishlatish dunyo xarakterlik masala bo'lib, agar uningga yetarlik ahamiyat bermagan vaqtida kelgusida insoniyatga ko'plagan baloy ofatlarni ilib kelishi mumkin. Undaqda bu antibiotik dorilarni qalaymaqon ishlatishga sabab bo'lgan omillar nimalardan iborat? Ya'ni qandaq omillar insonlarning antibiotik dorilarni qalaymaqon ishlatishga sabab bo'lgan degan vaqtida, birinchisi kishilarning antibiotik dorilarga bo'lgan tushunchasining tuvan bo'lishi. Ikkinchisi doktorxonalarning tajribasizligi ve mesuliyet duygusununki tuvan bo'lishi. Yani doktorlarning tajribasizligi ve mesuliyet duygusunun tuvan bo'lishi. Üçüncüsü doktor ve doktorxonalarning texnikalik ve başka sebepler tüpeylidən virüs keltirib chiqargan kasallar bilan bakteriya keltirib chiqargan kasalliklarni farqlandirmasligi yoki farqlandirmasligi. Yani bu hem texnikalik hem mesuliyetlik mesele bulup doktorlar bu kasalning bakteriya keltirib chiqarganmi yoki virus keltirib chiqarganmi uningga aniq diagnoz qo'ymayla o'zining taxminiga asosanlarkan bemorlarga antibiotik dorilarni kesib berish. Bu hem mas'uliyatsizlik hem texnikadagi masala tufaylidan. To'rtinchisi antibiotik dorilarni qalaymaqon ishlatganda kelib chiqadigan yomon oqibatlarga munosabatlik tashviqotlarning yetarli bo'lmasligi. Beshinchisi antibiotik dorilarga bo'lgan kontrollikning unumlik bo'lmasligi. Dori tijorat şirketlerining mas'uliyatsizligi va kishilarning uningga xohlagancha erisha olishi. Yani bu kontrol qilish yaxshi bo'lmaganlik uchun bemorlar xohlagancha antibiotik dorilarga erisha oladi. Shuning bilan o'zining qiyosiga tayinib antibiotik dorilarni qalaymaqon ishlatadi degan gap. Mana bular antibiotik dorilarning qalaymaqon ishlatishiga sabab bo'lgan asosli omillar. Albatta, uningdan boshqa har xil sabablar bo'lishi mumkin. O'xshamagan davlatlarda, o'xshamagan rayonlarda shu yerning ahvoliga qarab ba'zi sabablar o'xshash bo'lmasligi mumkin, lekin butun dunyo miqyosida eng ko'p uchraydigan sabablar mana bu 5 xil sababdan iborat.
Bu rasmning sol tarafdagisi Xitoydagi antibiotikqa qarshi bakteriyalarning ko'p bo'lishining sababining antibiotik dorilarni retseptsiz qalayimqan setish bilan munosabatli ekanligi to'g'risidagi maqola bo'lib, Xitoyda kishilarning hech qanday kasallik alomati bo'lmasimi, antibiotik dorilarni setib ola oladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. O'ng tarafdagisi bo'lsa, butun dunyo miqyosida avj olgan antibiotik dorilarni qalayimqan ishlatish masalasida bemor va doktorlarga bo'lgan tarbiyani kuchaytirishning muhimlik masalasi o'tirib qo'yilgan maqola bo'lib, antibiotik dorilarni qalayimqan ishlatishning oldini olishda bemor va doktorlarning bu masalani to'nib yetishining qanchalik muhimligi o'tirib qo'yilgan. Ko'rayotgan bu ikki maqolami antibiotik dorilarni qalayimqan ishlatish bilan munosabatlik ilmiy maqolalar bo'lib, sol tarafdagisi Xitoydagi ahvolni aks ettirgan bo'lsa, o'ng tarafdagisi Xitoy va Kuvaytdagi ahvollarni aks ettirgan. Amundaqda biz antibiotik dorilarni ishlatgan vaqtida nimalarga alohida diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida biz antibiotik dorilarni ishlatgan vaqtida tuvandagi masalalarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Birinchisi, virus keltirib chiqargan kasalliklarga antibiotik dorisini ishlatmaslik kerak. Ikkinchisi, bakteriya bilan yuqumlanganligi jazmlashmasa, antibiotik dorilarni qalayimqan ishlatmaslik kerak. Uchinchisi, o'xshamagan bakteriya bilan yuqumlangan vaqtida ishlatadigan antibiotik dorisi farqli bo'lib, antibiotik dorini qalayimqan ishlatmaslik shu bakteriyaning turiga qarab u bakteriyaga unum beradigan, ya'ni shu bakteriyaga sezgur bo'lgan dorilarni ishlatish kerak. To'rtinchisi, antibiotik dorisi ishlatgan vaqtida belgilangan muddatdan burun oldirab antibiotik dorini to'xtatmaslik kerak. Ham shundaqla uzun muddat antibiotik dorisini qalayimqan ishlatishdan saqlanish kerak. Beshinchisi, boshqalardan ishib qolgan antibiotik dorisini ishlatmaslik kerak. Ya'ni men yuqorida deb o'tgandagidek, bu yuqumlashni keltirib chiqaradigan bakteriyalarning turi har xil bo'lg'achqa, ham shundaqla uningga qarshi antibiotik dorilarning turi har xil bo'lg'achqa, boshqalar yuqumlangan bakteriyaning qandaq bakteriya ekanligini farq etmagan ahvol ostida yoki o'zimiz yuqumlangan bakteriya bilan boshqalar yuqumlangan bakteriyalarning o'xshash yoki o'xshash emasligini bilmay turib, boshqalardan ishib qolgan antibiotik dorisini ishlatmaslik kerak. Oltinchisi, burun ishlatib ishib qolgan antibiotik dorini qalayimqan ishlatmaslik kerak. Ya'ni biz burun yuqumlangan vaqtida boshqa bir xil bakteriya bilan yuqumlangan bo'lsak, doktor shuningga qarab antibiotik dorisini berdi degan gap. Keyin qayta yuqumlanganda cho'qim burunga yuqumlangan bakteriya bilan o'xshash bakteriya yuqumlanishimiz natayin. Shunglashqa keyin yuqumlangan bakteriya bilan burun yuqumlangan bakteriyalarning o'xshash emasligini bilmagan ahvol ostida burni ishlatib ishib qolgan antibiotik dorilarni qalayimqan ishlatmaslik kerak. Agar biz bu masalalarga diqqat qilmasak, shu antibiotik dorilarga qarshi bakteriyalarning paydo bo'lishiga yordam qilgan bo'lamiz. Ya'ni men yuqori deb o'tgan kelgusidagi baloy ofatlar, tahdidlar bizning savalligimiz tufaylidan paydo bo'lishi mumkin. Shunglashqa hammamiz antibiotik dorilarni ishlatgan vaqtida bu masalalarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Antibiotik dorisini qalayimqan ishlatmang degan temadagi bu leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganingiz ko'p rahmat. Oxirida ta'kidlab o'tdiganim ham o'zimizning sog'lomligi ham kelgusi insonlarning sog'lomligi uchun biz cho'qim antibiotik dorilarni qalayimqan ishlatmasligimiz kerak. Bu ham bizning sog'lomligimizga foyda kelmaydi, ham
kelgusida balkim mush antibiotikni qalaymaqan ishlatish sababidan dunyo miqyosida baloy ofat ilib kelishi mumkin. Biz uningga sabab bo'lmasligimiz va uningga to'p qo'shmasligimiz nihoyatda muhim. Oxirida hammanglarning tiniga salomatlik tilayman. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.